2026 yil litsenziyalangan firmada umra safariga bormoqchiman. Avgust oyida o'zi narxlar qanaqa bo'lyapti, to'lov shartlari qanaqa, borgandan keyin sharoitlar o'zi qanaqa bo'ladi degan obunachilarimiz xudo xolasa videomizni o'tkazib yubormaysizlar. Sizlarga chiroyli qilib ma'lumotlar olib berishga harakat qilamiz. Bugun Hikmat Travel'da ofisda xudo xolasa, ya'ni mehmon Abiz Abdug'ofur aka oldilariga yetib kelganmiz. Narxlari qancha bo'lyapti, qachonga reyslar bor, xudo xolasa chiroyli qilib sizlarga ma'lumotlarni olib berishga harakat qilamiz. Videomizni boshidan bittadan like bosib, kanalimizda yangi bo'lsalaring obuna bo'lib qo'ysalar, xudo xolasa birinchilardan bo'lib videolarimizni kuzatib borishlaring mumkin bo'ladi. Biz videomizni boshladik. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Siz obunachilar uchun aka narxlar tushuntirib bersangiz bitta, o'z sharoitlar qanaqa bo'ladi aka, to'lov masalalari qanaqa, hammasini bitta to'liq qilib ma'lumotini bersangiz endi aka. Xo'p bo'ladi. Toshkent Madina yo'nalishi bo'yicha reyslarimiz kunlari 8-avgust, 12-avgust, 13-avgust, 15-avgust, 19, 20, 22, 26, 27, 29-avgust kunlari reyslarimiz bor xudo xolasa. Buni narxini $925 qilib beramiz inshaalloh. Xo'p, Farg'ona Madina yo'nalishi bo'yicha reyslarimiz kunlari 12-avgust, 13-avgust, 19-avgust, 20-avgust, 26-avgust, 27-avgust kunlari reyslarimiz bor. Buni narxini $975 qilib beramiz. Xo'p, xohlasalaring Toshkentdan boringlar, xohlasalaring Farg'onadan, Vodiydan boringlar. Yana ham to'liqroq ma'lumot olish uchun aloqaga chiqsalaring, bemalol savollaring bo'lsa bersalaring, savollaringga qo'limizdan kelgancha javob beramiz xudo xolasa. Xo'p, bundan tashqari sharoitlarimiz Madina Munavvarada 200 metrdan 400 metrgacha gastitsalarimiz uzoqligi. Xo'p, Makka Mukarramada 800 metr Sama al-Misk bitta gastitsamizning nomi, ikkinchisiniki 2,5 kilometr Darbunyan. Xo'p, ikkovsida ham qaysi bir joy bo'sh bo'lsa o'sha yerga tushasizlar, lekin avtobus xizmatlari yo'lga qo'yilgan xudo xolasa. Madina Munavvarada 2 mahal o'zbek milliy taomlari, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Xo'p, Madina Munavvara ziyoratlari, Makka Mukarrama ziyoratlari, Qizil dengiz sayohati ham bu turimizni o'z ichiga oladi xudo xolasa. Xo'p, bundan tashqari 50 bosh xizmati aeroportdan birga borib birga kelishadi. Firma tomonidan kamzil so'mka bejik beriladi. Qaytilayotganda 5 litr zamzam suv ham bonus sifatida qo'shib beriladi xudo xolasa. Xo'p, to'lov masalalari qanaqa bo'ladi deydigan obunachilarimiz uchun to'lovlarimiz xohlasalar ofislarimizga kelib to'lov qilsalaring bo'ladi. Ofislarimiz manzillari Toshkent, Andijon, Farg'onada bor. Yoki bo'lmasa, mana shu nomerlar, Telegram, WhatsApplarimiz bor. Joylarni onlayn bron qilsalaring ham bo'ladi bemalol. Rasmiy hisob raqam beramiz. Onlayn shotimizga bank orqali jindekkina zakolat summasi tashlaysalar, qolganini aeroportda hisob kitob qilaveramiz xudo xolasa. Bemalol aloqaga chiqinglar. Agar videoda xato kamchiliklar bo'lsa, uzr so'raymiz oldindan. Qilayotgan videolarimiz har kuni videolar qilib boryapmiz xudo xolasa. Mehnatimizni qadrlagan holatda layklar bosib, podpisatsiya bo'lib qo'ysalaring, Hikmat Travel'dagi eng oxirgi yangiliklarni ko'rib olishlaring mumkin bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, yaxshi kunlarda ko'rishaylik.